Bitta kastim shimoganga bitta palto bepul, boshdan oyoq kiyingan kuyovlarga 7 ta bepul sovg'a qo'shib beramiz. Bizni do'konimizga Surxondaryodan kelishdi, Jizzax, boshqa joylar ishon bu. Samarqand. Lekin Qoraqalpog'iston bilan kelgan birinchi xaridorimiz siz. Shuning uchun inshaalloh sizga yana ham aksiyalar bo'ladi. Keyin Qoraqalpoqqa bizni reklama qilib berasiz. Yolg'on gap kerak emas, bor haqiqatni gapirib berasiz. Yolg'on yomon ko'raman. Mana shu yerdaman degan. Men ham chetdaman. Bu sheriklari, bu duogo'y Abbosxon hoji akamiz. Reklama qilib beraman. Nima bo'lganimda? Zvezda Zvezda bo'lib bo'lib ketsa. ketsangiz. Biz do'konda reklama qilib berasiz. Albatta. Ana shu va'da bo'lib qolyapti unutmang. Zvezda bo'lib ketsa, xudo xolasa bitta ikkita reklama tekinsin. Siz Qoraqalpoqdan keldingiz haqiqatan? Ha. Do'konimiz haqida nima deya olasiz? Nima desiz deng. Faqat haqiqatni ayting. Do'kon zo'r. Men boshida o'zimdan ko'p negativ fikrlar eshitdim, to'g'risi. Men kelyapman boshqa nima qilib telefonda ham aytishdi, nima qilasan shuncha yo'lga ovora bo'lib kelib boshqa qilib. Do'konda juda bir yaxshi assortimentlar, yaxshi nimalar. O'tgandan ham o'tib beryapsiz, skidkadan ham skidka qilib mana o'zi Toshkentda qilmagan narsani qilib beryapsiz. Shuning uchun men siz oldingizga keldim, davlatning ustida turib. Hozir ochiq aytaveramiz endi, maylimi? Xo'p. Qiyinda mayli. Men aytaman, qarang. 7 ta narsa bo'ldimi? 7 ta narsa bo'ldi. 2 million qancha bo'ldi? 2 million 400 bo'lib qoldi. 2 million 400 bo'lib qoldimi? Necha million oldingiz? To'g'ri aytavering, yashirmang. Ochiq gapiravering. Birga oldim-da. 1 millionga. Hop. Kelganingizga o'sha yo'lkiralarningiz chiqib ketib, hamma yoq qoplandimi? Ha, ortig'i bilan. Arzidimi shu kelganingizga? Zo'r arziydi. Qolgan o'sha Qoraqalpoqmi, Surxondaryomi, Toshkent qayerdan bo'lsa, kelishsa, yo'lkira sizga ziyon qilishmaydi. Yo'q. Sizga aytavdimmi? Aytdik. Uka kelasiz, narx-navolar yoqmasa, aka men mana shuncha yo'lkira qilib keldim. Pulimni bering desiz, beraman dedim. Hozir ham shu gapda turaman. Nima qilamiz? Qoladimi, olib ketasizmi? Yo'q, ketaman aka. Yaxshilik kunlarga, xursandchilikka nasib qilsin. Xudo xolasa. Qoraqalpog'istondan shu birinchi klientimiz, ammo o'zlari kichkina, bo'ylar ancha katta ekan. Yaxshilik kunlarga, xursandchilikka nasib qilsin. Qoraqalpog'istonliklarga biz nomimizdan salom aytamiz. Albatta. Keyin yana kutamiz, yana boshqa Boshqa bering endi yaxshiroq. Yosh kattalardan duo olishga o'rganganman. Bobom bilan duo qurib o'sganman. Yo'q. Yosh oilamiz endi oila quryapmiz. Mutaqar ekan bu odam, ha, duo qilaverar ekan demanglar. Mana o'zlari duo so'rayaptilar, to'g'rimi? Shunday. Amin, Allohim. Bu ukamiz ham qalblarida nimaiki shariatga muvofiq maqsadlari bo'lsa, tez kunda osonlik bilan ro'yobga chiqargan chiroyli go'shangalarga kelin-kuyov bo'lib, baxtli, saodatli, chiroyli umr guzaronlik qilmoqlikni o'zing nasib etgin. Bu kishini kelin bilan o'rtalarida o'g'il qiz farzandlarni bu kishiga ko'paytirib bergin. Ularda ichidan qori qizaloqlar, onamiz zabardastlar chiqmoqligini nasib aylab, nabiralarda ota-onalari, opa buvilari barchalari ko'rganlarida ko'zlaridan quvonch yoshlari to'kilishligini ham o'zing nasib et. Allohu akbar. Yo'q kelmasa? Yo'q, aka, aytdim-ku. O'sha gap. Assalomu alaykum.